Hurmatli hokim, Rustam G'ofurov, mana sizga murojaat qilib chiqibdi. Yetim ko'chani mo'molari, hammamiz mana shu yetimcha ko'chani odamlari bizlar. Siz kelgan ekansiz qishloqqa. Selsavut raisi nima Xurramov Sanjar sizni namunali ko'chaga olib boribdi. U ko'chalar juda chiroyli. Bizlarda ham havasimiz ketadi u ko'chalarga yashashga. Lekin mana bu ko'chasini ko'rgan odam qo'rqib ketadi. Bizlarda ko'chani balalari yiqilib, chaqqa-chuqqa bo'lib yuribdi. Qishga o'lib qolsak bizlarda hech kim ko'tarmaydi. Hokim bova, qolib ketamiz. Yarim tanasi loyga kirib kim kelib ko'taradi bizlarda? Qishga o'lmaydik deb Allohga nola qilib chiqamiz. Bizlardan hech kim xabar olmaydi. Selsavutga bordik, mahallaga, qilib beraman kuzgacha, qilib beraman deb alladi bizlarda, allayvordi. Qilib bermadi, xabar ham olmadi kelib. Lekin soliq to'lashga boshqaga chopib keladi pul berib. Kelmadi, xabar ham olmadi. Ko'chalarimiz musirga to'lib ketgan. Musirini o'zimiz tozalaymiz, musir mashinkaga mayli, kerak emas. Shu asfalt qilib bersin, biz ham asfalt ko'rib o'laydik. 70 ga kirdik. Asfalt ko'raydik biz ham. Chiroyli joylardan yurgimiz keladi. Mana bunaqacha yurimiz hozir. Cho'loq bo'lib qolgan bizlar. Bir yiqilsak, bir yerimiz sinib ketsa, nima bo'ladi? Hech yerga tuzatib bo'lmaydi bizlarda endi. Shuning uchun siz tinglang, siz qabul qiling bizlarning gapimizni. Mana shuncha muammolar chiqdi. Yetim ko'cha deb nom qo'yib olgan o'zimiz. Kelib yetim ko'cha desangiz ko'rsatib ham yuboradi odamlar. Shuning uchun sizdan iltimos, bizlarni ham tinglang. Bizlarni ham tinglang. Mayli, millarga chiqamiz dedik. Keyin siz tinglamasangiz millarga chiqamiz, iloji yo'q. Endi sizni yaxshi insofli odam deb eshitdik. Insofli odam, yaxshi odam deb eshitdik. Siz bizga bir rahm qilib chiqib bering. Mana shu asfalt qilib bering. Asfalt qilib bering. Mana shu yerga qishga umuman kirib bo'lmaydi. Taksilar kirmaydi, Damaslar kirmaydi. Yangi yurdim, kirmayman deydi. Hokim bova bizlarda tinglang. Mana shunday bo'lib qoldik, yurolmaymiz. Hozir mana shu qarri ko'cha bo'lib qolish ko'chamiz. Mana yurolmaymiz. Qishga suv to'lib ketadi nimamizga. Obloqni oladigan joy yo'q. Yoshlarni bizlarni kelib ko'rib, ahvolimizni erta yordam bering. Mana shu ahvolga bizlar. Assalomu alaykum hokim. Mana shu Panji qishlog'ini barcha qarrilari mana shu ko'chaga joylashgan. Mana shu ko'chamiz qishti kuniga suv bo'lib ketadi. Bizlarga yurolmaymiz, mashin bilan chiqamiz. Hattoki bir yerga bossak, Damaslarga olib kiring desak, olib kirmaydi. Sizlarning ko'chalaringga yurib bo'lmaydi deb. Qishloqdagi namunali ko'chalarga boribsiz, lekin biz eshitmadik. Biz eshitgan bo'lsak, sizga murojaat qilib oldingizga boraydik. Keyin eshitdik, hech kim bizlarning ko'chaga maylisga chaqirgan ham yo'q. Birontasi biron nima deb qo'yadi deyishganmi? Balaginalarimiz ertalab nevaralarimiz maktabga ketadi. Bu ko'cha o'zi maktabning ko'chasi ham. Maktabga boradi, kechga davr Loy bo'lib keladi. Loyga bulanib, aptiga qarab bo'lmaydi. Sumkasi ham loy, kiyim-kechagi ham loy. Mana shu ko'chavoqdagi Panji bo'yicha 10 ta qarri bormi, 20 ta qarri bormi, mana shu mahallaga joylashgan. 50% tayoq bilan yuramiz. Tayoq bilan yuradi. Mana bunaqa yordam qiladigan maxsus narsalar bilan yurishadi. Endi sizdan iltimosimiz, siz ko'p xalqqa yordam qilib, xalqni hojatini chiqaryapsiz. Shuni eshitib sizlar sizga murojaat qilamiz. Endi oldindan 1-2 marta murojaat qildik, hech kim eshitmadi. Iltimos, mana shu qarilarga rahmingiz kelsin. Qishti kuniga aytganingizdek bir nima bo'lib qolsa, hech kim bu ko'chaga ta'ziyaga ham kelmaydi. Lekin bari 80 dan oshgan, 70 dan oshgan, eng kam 60 dan oshgan mana shu xonadonni boshidan adog'iga bari qari, anergapda 80 ga kirgan qari kampirimiz bor. Nogironlarimiz ham bor. Nogironlarimiz ham bor, nogironlarimiz ham ko'p. Shuning uchun sizdan ham iltimosimiz, shu bizga bir mana shu qarilar ham 2 yilligimiz bormi, 3 yilligimiz bormi, 5 yilligimiz bormi? Shu bizlarga ham bir asfalt ko'chadan bittagina axbaqqa chiqishga, qishti kuniga biz uyga chiqib, uydan chiqmaymiz. Ana shu uyga qamalib yotamiz. Mashin bo'lsa chiqamiz, bo'lmasa yo'q. Ballarimiz uzoqqa ketgan payti chiqolmaymiz ham. Kasal bo'lsa ham borolmaymiz. Uskorilarga keladi, endi majburlikdan keladi.
iltimos sizdan yana shu biza qariyalarni rahmini yesangiz, shu bizaga bir yordam qiling. Sizda endi hammaga yordam beradi, biz sizni eshitdik, shu uchun sizga murojaat qilamiz. Iltimos. Hurmatli hokim bova, mana shu ko'p qarilarni, yoshlar, nogironlarni nomidan biza iltimos qilishni so'raymiz. Mana shu ko'chamiz maktab ko'chasi, patroqqa tushib, bor. Yiqilib, qo'li sinib, oyog'i sinib, yurolmaydi, bachana maktabga borishga iloji yo'q. O'zi mana bu stolban oldiga yiqilib, muzga qo'lim sinib, yurolmayapmiz. Bir nevaram nogiron, Rossiyaga yuribdi, ko'zi onkologический, u mana u changlarga bo'lmaydi. Yil 12 oy o'sha yoqqa turolmaydi, u ham kelolmayotibdi. Sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Javob bermay mana changlarga nimalarga bo'lmaydi deyotibdi. Sizdan iltimos shu nogironlarga rahmini yeb, mana shu duosini olib, mana shu ko'chamiz biza ham asfalt ko'raylik. Haqiqatan mana onaxonalar aytgandek, biza agar ertaga bittamiz olamdan o'tsa, bu ko'chaga hech kim kirmaydi ham, olib chiqishga ham iloji yo'q. Sizdan o'tinib so'raymiz, rais bova. Ulaydik biza ham. Bovalarimizni nomidan so'raymiz. Asfalt qilib berishga sizdan iltimos qilamiz. Mana shuncha gaplar bo'lishdi, biza bexabar biza. Namunali ko'chalarni ko'rsatgandan ko'ra mana biza qariyalar ko'chasiga olib kirsin. Mana bitta nevaram kelolmayotibdi. Onasi bilan o'sha yoqqa, otasi sherga, mana ikkita nevaram menga qarolmayotibman. Sizdan iltimos qilib so'raymiz, hokim bov, biza ko'chamizni asfalt qilib bering. Bolalar ham onasini, otasini yashash kerak. O'shalar ham men o'zim bir davlina kasalman odam, yiqilib qo'lim sindi. Mana nechtasini oyog'i sinibdi. Yosh bolalarda. Maktabga qishki kuniga umuman bora olmaydi yoshlari, 1-2 sinf bachalari. Hozir kelibdi musor mashin, qishga kelmaydi ham, kirmaydi ham. Musor mashin ham kelmaydi hatto qishga. Assalomu alaykum hokim bova. Mana bizlarni ko'chalarga ham yordam qilsangiz. Shunday tosh ko'cha, loy ko'chalarimiz, qadimgi ko'chalardan. Bizlarni ko'cha asfalt bo'lmay qolib ketdi. Eng qari insonlar, qari momolar, qari nimalar, ayollar, nogironlar shu ko'chaga. Panji bo'yicha eng ko'p qari shu ko'chaga, shunday katta Panji shaharchasiga. Bizga yordam qilsangiz, siz kelib ketgan ekansiz. Sizni bu nimalarimiz, selsavta raislari eng namunali, eng yaxshi ko'chani olib borib ko'rsatibdi. Boy ko'chani olib borib ko'rsatibdi. Bizlarni ko'chalarga kirdirmabdi. Mana bu asfalt bo'lmagan ko'chaga. Biza keyin eshitib qoldik, kelganingizda keyin eshitib qoldik. Bo'lmasa biza ham borib shu shikoyat qilaydik sizga borib. O'zimizni ko'chani olib kelib ko'rsataychi edik. Ko'rsangiz agar. Iltimos, bizaga yordam qiling. Mana nechta qarini, qo'lisini, oyog'isini, nogironlar ham shu ko'chaga. Ishonmasangiz kelib so'rang, ko'ring. Qishki kuniga hech joyga chiqolmaymiz, suv bosib, hamma joyga suv yig'ilib. Yozdi kuniga chang tirpoqqa yurolmaymiz. Bir ko'chamizga bir nogiron balacha bor, ko'zi onkologический ko'zi. 5 yildan beri Rossiyaga bitta ko'zchasini olib tashlagan, bitta ko'zi ham nima bo'lib qolgan. Shunga kelolmayotibdi. Ko'chalaringa Chang uchun kelmaydi. allergический bo'lib qoladi. U ko'chaga bo'lmaydi u bachcha degan. Mana necha marta biza chiqdik, nima qildik, hech kim yordam qilmayapti. Kim tegnamadi ham. Sizdan iltimos, ham talab, shu ko'chani kelib ko'rsangizda, asfalt qilib bersangiz, iltimos sizdan. Sizda ko'p yordam qilgan, ko'p ko'chalarga, ko'p nimalarga Savob talab deb eshitdik. Shu uchun Sizda ham qari ota-onangiz bordi. chiqamiz sizga. Eng yaxshi ko'chani ko'rsatgan, Panji bo'yicha boy ko'chani ko'rsatgan olib borib sizga. Iltimos, yordam qiling, hokim bova, bizaga ham. Hurmatli hokim bova, bular qayerdan chiqdi gali ayol javob qilib boshimni og'ritib deb o'ylayotgandirsiz. Biza Panji mahalladan, Kitobni Panji mahallasidan biza ana shu Xurramov Sanjarni mahallasidan qo'l ostidagi Panji qishlog'ini mahallasidan yetim ko'chadan chiqamiz. Mana shu yetim ko'chaga ham bitta quloq solib, bittagina kelib arziyatimizni eshitib keting. Qilib berasizmi yo'qmi? O'zingizga havola keyin. Ixtiyoringiz, vijdoningizga havola qilib berasizmi yo'qmi? Mayli, biz sizni yaxshi odam deb eshitib chiqdik.
Biza dinni bir javobgarlikka tortishingiz ham mumkin, qamay yuborishingiz ham mumkin, ilojimiz yo'q endi. Qamayli, endi bir asfalga yurgimiz keldi-da bizada ham. Mana ular bilan asfalga yursak, mana bu kishiniki ham qarang. Asfalga yursak, yotdi bir ayol. yurolmaydi. Qalaskaga o'tganimiz ham bor. Bovalarimiz bor qayoqqa yuradigan. Hatto kalaska yuradigan odam bo'ladi. Kalaska Kalyasga umuman yurmaydi bu. Kalyasga tursin odam billa yuradi deydi. Gapdagina insofli qilinglar, gapday. Ko'p emas, ko'pni xohlamaymiz. Gapdagina insof qilib bo'lmaydi. Shundoqqina asfalt qilib beringlar, bizlar ko'chamizni Mana ham. shu bachaginalar maktab boradi. Hammasi maktab boruvchi bachalar. Ana shularni onalari maktabga jo'natsa, loy bo'lib, yiqilib, oyog'i, qo'li nima bo'lib kelyapti. Sizlar ham kattagina bizlar ko'chadan ham xabar olinglar. Biz ham inson, mana shu bachalarga ham teng. Qachongacha havasini maktabga yurishga. Undan yaxshi deb qachongacha havasini o'tamiz. Yangi bo'lgan ko'chalar asfalt bo'lyapti. Bizlarning ko'chamiz 70 yillik ko'cha.